Akalarimiz videodan ko'rib kelgan ekan, kelishgan ekan aprel oy aksiyasida. Qanaqa drabilkani oldingiz aka? Biz alyuminniy variantini oldik. Samat akamizni ko'rib keldik. Voydadan keldik biz. Voydadan, Keldik, xudo xolasa ishlatib berishdi, motorlarga xudo xolasa kachestvasini berdi, kafolatini ham berishdi. 1.900.000 so'm. Bunaqa narx hech yerda yo'q, bunaqa narx. Rost ekanmi? Rost ekan ko'rdik. Motorlarni ko'rdingizmi? 6.5 kilo 3.5 bor, yozilgan shunaqa. Mana bu yerda ko'rsatib turar ekan, hammasi shu registrlarini, hamma narsasini ko'rib ishlatishni oldik, xudo xolasa kelaverasizlar, tavsiya qilamiz. Bu setkalarni ham oldingiz-a? 4 xil setka berildimi? Mana bunisi qo'yga ekan, bunisi molga ekan, mana bu donli ekan mana. Donlarga? Donlarga ekan. Xudo xolasa ishlatib. Bo'ldi. Xudo xolasa maza qilib kelamiz. Iloyim barakali qilsin hammamizga. Kelaverasizlar. Mana manzilimizni yana takrorlab qo'yamiz. Yozyovon tuman markazi Kurib ketmasdan Qo'qondan kelishda o'ng qo'lda 300 metr oldin keladi. Mana hamma tovarlarimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barakali qilsin sizlarga ham. Eson bo'linglar.